Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Reallığımızğa nəzər proqramımızın 11-ci sanlı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz həmənlə məlum bolğandək hər 2 həftədə bir qıtım huzurunuzda bulub atqan bu proqramımızda hər san proqramımızda bir temani asas qılğan şəkildə millətimizin içində özgərtişə tegishlik bolğan yoki öyrənişimiz kerak bolğan məsələləri tema şəkildə huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün inşallah şunun cümlesinden tünügünü elanımızda bəgəndək intayın muhim hər bir cəmiyyətin, hər bir millətinin yükselişide, tərəqqi qilishida еңінің ki yüksək yaxşı bir nəticələrə erişişigə həss qoşulğan kitabdan ibarət, yəni kitab oxuş, faydalı, önümlük kitab oxuş şəkildə bu temada bir toxtulub baxayın deb elan bəgəndik inşallah. Aldı bilen programımızga biraz texniklik məsələ tüpəyildən 20 neçə minut keçib qaldıq elan bəgən nimeden. Keçirim sorayımız. Programımızdan daimlik mekmini həmən tanışıb bolğan hörmətlik Abdurrahim Dövlət əpəndi Konya Selçuk Üniversitesi Tarix Fakülteti doktoranti şundaqla yazğıcı Abdurrahim Dövlət əpəndini təklif qıvatımız. Aldı bilen qimmatli vaxtını çıxarıb programımıza qatnaşıb berib atqanlığı üçün köp rəhmət etimiz. Assalamu alaykum. Ben bu sahneye fırsat verildiğiniz için ben rahmet ediyorum. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız Naq Meydandan YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq tarqıtılıb atıdı. Ekran alda çıxıb turayotgan nömrələr arqalıq programımızga alaqadar fikir təklif berişanlarını şundaqla köplügən qayrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmayırsınızlar. Unda olsa başlap gəlsək programımızda bugün deganimizdek kitapni qandaq o'qiymiz deb unvon qo'ydik. Albatta bugun shundaq bir jamiyatda, shundaq bir hayotda yashayapmizki, har qandaq bir sohaninki shuningga chetildigan millionlagan deb ifodalasak ham bo'ladigan darajada har kun yangilayotgan ma'lumotlar uchur dunyosida yashayapmiz. Qo'limizdagi telefondan tutung son sanoqsiz, ya'ni inson bir insanın normal bizge berilgen hayatın neçe 10 həssi berilsin mi bugün dünyada dünyada kündə nəşr qılınıyatqan kitap çıxıyatqan nəsəni bunu oqub buluş şunun %1%'ni mi imkanı yox dərəcədə şundaq bir məlumatlar dünyasında yaşayatımız. Şunun üçün hər qandaq bir sahəyə qiziqquchi özünün sahəsiga görə mi xilma-xil kitaplar çıxıb bolğanlıqdan en yaxşı şəkildə şunun içindən qandaq tanlaş şu kitaplarını, şunundan qandaq faydalanış, qısqa vaxtın içində qandaq köpürək məlumatlarını egəlləş. Bu mu bir bugünkü gündə texnik tələb qıldığan, bilim tələb qıldığan bir sahəyə ayınıb qaldı. İnşallah bunu bu qələmdə örtüb baxan hörmətlik Abdurrahim Dövlət əpəndimizdən anlasaq texnik yaxşı bir nəticə çıxdığanlığı işimiz. Şunun üçün aldı bilən hörmətlik Abdurrahim Dövlət əpəndim şu önümlük qandaq kitap okuyumuz deyişdən burun qandaq kitaplarını tanlayımız degenge bir cevap verip başlasaq programımızı. Qanma rəhmət. Assalamu alaykum. Qarindaşlar. Bu kitap okuş deyimizi to'liq so'zlanayotgan umumiy xalqqa yetarli ahamiyat berishini qo'lga bir muhim tema deb o'ylayman. Kitapni qanday tanlashdan burun avval yana men kitap o'qish haqidagi ba'zi bir ikkini misol qilib so'zlamoqchi. Chunki kitap o'qish yoki o'qimaslik oxirgi hisobda bir odamning pozitsiya masalasi. Xo'sh. Umumiy ahvolda bizning kitap tutgan pozitsiyamiz biz kitap o'qiydiganlarmiz. Kitap o'qiydiganlarimiz vaqtimiz chiqqanda kitap o'qiymiz. Ama men şunu ta'kidlamak için kitap biz vaqtimiz chiqqanda o'qiydigan narsa emas, balki biz vaqt chiqarib o'qiydigan narsa. Xo'sh. Ya'ni kitap xuddi bizning kundalik yemek ichmakimizga o'xshash, cho'qim kunda eng az yarım saat etrafında cho'qim biz qilishga tegishli bir ishimiz deb o'ylayman. Bunun büyük günde men barliq Uyg'urning kunda bir eng az yarım saat kitap o'qiydigan bir odatini yetilishini umid qilaman. Hem tavsiye qilaman. Chunki bu bunun muhimligini yana so'zlasak deyimizdan qochib ketishimiz mumkin. Ama pozisiyamızda çok hoşunda öyleydi. Mesela nurgun kişilerle paramazsak
Ular deydi ki kitap okuşa vaktimiz yetmedi deydi. Yani başka işlerimiz daha aldıraç yoğallık için kitap okuyamayvatımız demekçi. Yani kitap okusumu şu, başka işler tükegenden okumakçı. Yani ben kitap sizin hayatınızda okup boğandan keyin andan başka işlerinizni qiladi. Hoş. Demanda demekçi. Ameliyatda bizning vaqtimiz chiqmayotgan ishlarning ko'pinchisi biz yetarli ahamiyat bermayotgan. Masalan bizning uyimizdan cho'qim, masalan biz sayohat qilib bir yerga bordik deylik. Ammo bir qo'shnimiz ustimizdagi yoki ostimizdagi telefon qilib uyingizning turbisi yerilib ketibdi ekan, suv chiqib ketdi desa, bizning vaqt chiqarmasligimiz mumkin bu. Mumkin emas. O'sha qo'limizga barliq ishni tashlab etib darhol uyga yuguramiz. Chunki bu shu vaqt darhol qilmasak bo'lmaydigan bir masala. Xuddi shunga o'xshash yana bir ishni muhim bilsak, u cho'qim vaqtimiz chiqadi. Vaqtimiz chiqmagan ishlarning ko'pinchisi biz yetarli muhim bilmagan va ahamiyat bermagan ishlar. Shunlashqan kitob o'qishga vaqtim yetmadi degan kishilarga o'zimizni aldamasligimizni tavsiya qilmoqchi. Endi qanday kitob tanlaymiz degan masala keladi. Men cho'ng jihatdan kitob o'qishni ikki turga ayirayman. Birisi yani maqsad nuqtasidan, birisi bizim ko'ngil ichish uchun yoki zerikib qolgan vaqtda ish pushqimizni chiqarish uchun kitob o'qiymiz. Bunday vaqtda tanlangan kitoblarning ko'pinchisi adabiy kitoblar bo'ladi. Ya'ni hikoya, roman, povest deganga o'xshash bizning diqqatimizni torta oladigan, ayt to'lqinliq, jonliq voqealarni ichiga kirib keta oladigan, bizni jalb qila oladigan bu xil janrdagi asarlarni o'qiymiz. Yani ko'ngil ichish uchun o'qiymiz. Albatta bu malqi kitob o'qishni yaxshi bir turi deb o'ylayman. Ham yaxshi maqsad. Shunda kitob o'qish odatiga ega kishilarning ko'pinchisining psixik masalalari odatda yengilroq bo'ladi. Chunki hech bo'lmasa bo'sh vaqtda ahamiyatsiz xiyol surishga, o'zining ichini yeydigan, ko'ngli yerim qiladigan, hech qanday qimmati yo'q. Ba'zi bir o'y xiyollardan qutulib, o'zining tasavvurida bo'lsa-mu bir mahal arom olib oladigan bir fursat yaratib beradi. Xo'sh. Kitap o'qish amaliyotda ba'zi psixik masalalarni davolashdan bir yo'li. Bugungi kunda ba'zi psixologlar bu xil usullardan foydalanadi. Ya'ni kitob o'qish usulidan foydalanib turib, bemorlarning ba'zi kasalini davolaydi. Endi mana bu xil maqsad nuqtasidan kitob o'qigan vaqtda men yana ta'kidlayman, tavsiya qilaman. Mayli hikoya o'qiylik, mayli roman o'qiylik. Ben ama en başta klasik eserlerini okuşunu tavsiye kılıyorum. Klasik eserler deganimiz nashr qilingandan keyin gayet alqishga erishgan va uzoq vaqtdami izchil kishilarning o'qishi, suyib o'qishidan chiqqanmagan kitoblar. Ya'ni vaqtning siniqidan o'tgan kitoblar. Masalan deylik, biz 18. asrlarda, 19. asrlarda yozilgan nurg'un dunyoviy dongli romanlarni bilamiz. Masalan, Tolstoyning Urush va tinchlikka o'xshash, Tirilishga o'xshash, Anna Kareninaga o'xshash. Masalan, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo. Gerçi o kitapda chiqqan hozir 150 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hozirga qadar butun dunyoning kitobxonlarida yana izchil setilayotgan asarlar. Albatta ular emas, undan boshqa nurg'un kitoblar bor. Masalan, fantaziya kitaplarında deyli. Fransiya yazgıçısı Jules Verne'nin 15 yaşlık kapitan, Sırlık Aral degan eserleri ile hem bütün dünyada kızgın okulayotgan, izchil setilayotgan eserlerdir. Yani şu sahanın ulunu berpa qilgan, şu vaqtning siniqidan o'tgan eserlar. Klassik degan vaqtda u nikohdan nikohga vaqtning siniqidan o'tib qolmaydi. Şu klasik eserlerde şu vaqtning siniqidan o'talaydigan muhim element amili bor. Mayli vaqalik o'rinlashtirishi, mayli tilning go'zalligi, tilning fasohati, mayli temining o'zgichiligi nuqtasidan bo'lsin. Bu eserler o'xshamagan millatlar tilida besilgandan keyin bu izchil olqishga erishgan bo'lsa, o xil eserlarni cho'qim o'qish lozim. Uni shunda qaltis qilib aytgan bir narsa bor. O bizga o'qil shu asardan huzurdan ishlab ketmaydi, balki agar biz bir asar yozib qolsak, yoki qo'limizga qalam ilishni tanlab qolsak, shu asarlar bizga yaxshi o'rganish manbaimiz,
taqlid obyektimiz bo'ladi. Albatta ijodiy taqlid qilish, varislik qilish xato emas. Ko'chirish bo'lib qolgan masalan. Chunki taqlid qilmagan, boshqalardan o'rganmagan yozuvchilar asosan yo'q deyarli. Şunlaşqa mən klassik əsərlərini alayət tavsiyə qılma. O mayli Rus ədəbiyyatı, German ədəbiyyatı, İngiliz ədəbiyyatı, Fransız ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı, hətta Afrika, Cənubi Amerika, məsələn Türk ədəbiyyatı gələn hamısından vaxt ötməz isl əsərlər var. Ularni tanlashni o'zi mumkin qadar shu sohada ko'proq kitob o'qigan odamlarning tavsiyasini olish. Chunki hozir siz deb o'tganingizga o'xshash bugungi kunimiz nima o'qisam bo'ladi deb 5-avr ketadigan bir dunyo. Bundan uzun yillar ilgari o'qiydigan narsa bo'lmaydi. Ammo hozir o'qiydigan narsaning jihatida tanlab olmay o'qiyolmayapmiz. Mağalıqı o'tgan yili Xitoyning lagerida, lagerga kirib chiqqandan keyin shehid bo'lib ketgan bizning bir yozuvchimiz bor, Nur Muhammad To'xta. Shu yozuvchimiz bir gapni qilib bergan bu. Bu odam Shinjong universitetida matematika kasbida o'qigan. Ammo keyin adabiyot bilan shug'ullangan Uyg'urlarning muhim yozuvchilaridan biri. Shu 50-60 yillarda Shinjong universitetida o'qiyotgan vaqtda o vaqtda kitob intayin az bo'lg'achqa Uyg'urcha yozilgan. Shu rus yozuvchilarining Uyg'urchaga tarjima qilingan asarlari uchrab qolsa bir atal. Bütün maktabda bolalar ko'chirib o'qiydiq deydi. Bir romanni boshdan oxir ko'chirib chiqib, navbat saqlab o'qiydiq deb shunda deydi. Shunda davrlarda insonlar o'qigan. Bugungi kunda hozir qancha jiq bo'lgan sira biz birisi tanlayolmayapmiz, ikkinchisi o'qimayapmiz. Şunlaşqa kasb egalarining nimalarini tavsiyalarga quloq solish yaxshi bir usul. Nurg'un paxal kitoblarni o'qib vaqtimizni isrof qilishni saqlab qoldi. To'g'ri. Bunun ikkinchi bir usul ham hozir internetdan ait shu bir afzalligi bor. Biz internetda nupuzliq kitob tavsiya qiladigan to'rbetlar bor. Kitoblarga qo'yilgan nomerlar va kitoblar uchun yozilgan nurg'un ijobiy va salbiy baholar bor. Mana bu baholarning hammasi shu kitobni tanlash tanlamasligimizga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Mesela Amazon'da kitap almak olsa şu kitap hakkında yazılgan nurg'un o'qirmanlarning inkoslarını ko'ramiz. Ba'zilarga ait sistematik yazılgan inkoslar bizga o kitap hakkında yaxshi uçurib beradi. To'g'ri. Undan keyin mesela maxsus kitap baholaydigan to'rbetlar bor. Shu to'rbetlardan muhim uçurlarni topalaymiz. Endi ikkinchisi bilim egallash maqsadida kitob o'qisak navada. Ya'ni masalan tarix o'qiydi deyli. Yoki jamiyatshunoslikdan bir kitob o'qiydi. Qisqasi ma'lum bir fan haqida o'zimizning ma'lumotimizni beyitmoqchi. Maqsadimiz o'rganish bo'lsa, bir ma'lumotga erishish bo'lsa, u vaqtda mening tavsiyam yanada bayonga o'xshaydi. Shu sohadagi ana asarlarni o'qish lozim. Xo'sh. Her qanday bir fanning tarmog'ida shu fanni shakllantirgan ultash asarlar bo'ldi. Bu mayli diniy sohadagi asarlarga nisbatan, mayli boshqa ijtimoiy fan asarlarga nisbatan o'xshash. Masalan, diniy sohada biraydan usul fiqh o'qimoqchi bo'lsa, o gerçek hozirgi zamonda yozilgan ma'lum bir usul fiqh kitobini o'qisimi, yana u burun eng dastlabda masalan Imom Shofiy yozgan Risola degan kitobdan boshlab masalan Hanafiya mazhabining usul fiqhi deganga o'xshash boshqa mazhab olimlari yozgan klassik usul fiqh asarlaridan bir qanchani o'qish lozim. Chunki shu fanni maydonga keltirgan asarlar. Shu asarlarni o'qimay turib, hozirgi vaqtda yozilgan bir kitobni o'qish bilan bu fanning bütün ustuxonlarini to'liq bilish qiyin. Xo'sh. O'tganda bir gap o'qidim, buni to'g'ri gapkan dedim. İctimai fan asarlari yoki falsafa, bashariyat temasiga munosabatli kitoblarda amallar klassik kona kitoblarni o'qigan yaxshi. Tabiiy fan asarlarida yangi kitoblarni o'qigan yaxshi. Bu xili to'g'ri aytilgan gapkan deb qo'yaman. Albatta bu deganlik mutlaq emas. Ba'zi
yeni yazılgan nurgun esil ijtimoiy fan asarlar var albatta. Ama bir bütün tushunchaga ega bo'lamiz deydiganimiz cho'qim shu fanning o'tmishi bilan hozirgi holini bir o'qib o'tish lozim. Buning uchun shu fanni tashkil topgan turk asarlarni, ana asarlarni cho'qim o'qish lozim. Masalan, psixologiyani misol olaylik. O'xshash psixologiyadan biz bugun yozilgan bir darslik kitobni o'qishimiz mumkin. Shuni bilan birga psixologiya tarixidagi psixologiya fanini shakllantirishga töhfə qo'shgan giganit psixologlar var. Shu psixologlarning vakillik asarlarini o'qish, andan keyin shu fan sohasida bizni cho'nqur bilimga ega qildi. Illa buningda men klassik asarlarni tanlashni o'qishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, agar bilim egallash xarakterlik bo'lsa, men shu oliy maktabning darslik kitoblarini o'zim shuni yaxshi ko'raman o'qishni. Men buni boshqalarga tavsiya qilaman. Darslikning alohidaligi shu. Darslik tuzguvchilarning ko'pinchisi kollektiv tuzdi. Birinchidan, masalan, o'zi yolg'iz tuzgan darsliklar ham bor. Masalan, 1-2 avtorlar. Ammo hozir bag'an siri ma'lum bir darslikni bir qancha yildan tuzgan bo'ldi. Shuning bilan darslik tuzguvchilar mumkin qadar shu fandagi barliq iqimlarni bitirib maydonda turib tonishtirishga tirishadi. Ya'ni gerçi o'zi balkim shu fandagi ma'lum bir iqimga tabi bo'lishi mumkin. Chunki her qanday bir fanda her xil iqim ve nuqtai nazarlar mavjud. Mayli jamiyatshunaslik deylik, mayli psixologiya deylik, mayli falsafa, hatto xalqaro munosabat deylik. Masalan, realizm bir iqim, masalan, liberalizm bir iqim deganga o'xshash. Falsafadami klassik falsafa, masalan, Yevropa falsafasi deganga o'xshash. Diniy fanlardami shundoq. Chuqur iqim mavjud. Şu iqimlarni, şu iqimga erib ketmagan asosda lilla maydonda turib tonishtirishga tirishadi. Shuningdek biz shu dars kitoblarni o'qigandan keyin hech bo'lmasa o'xshamagan iqimlarni selishtirish fursatiga ega bo'lamiz. Mening buni ta'kidlashimning yana bir muhim sababi bizni shu Uyg'ur o'qirmanlar agar biz shu fandagi ma'lum bir iqimga tava yoki ma'lum bir iqimning kitobi bilan baldur tunishib qolsak, shuningdek biz derhal mushu fan haqidagi eng nupuzli hukmlar, nazariyalar mushu kitobning yoki mushu kitobda so'zlangan ekan deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda undaq bo'lishi noto'g'ri. Shuning bilan biz mushu iqimning ta'siriga baldur uchirganligimiz uchun boshqa iqim yoki boshqa mazhab deylik, ularning qarashlarini anglab o'qishni rad qiladigan, hatto uni o'qishni xohlamaydigan, xuddi haqiqatning ko'konisini xuddi bizda tutib olgandek, boshqa hech nima bilmaydigandek bunda o'ylab qolamiz. Ya'ni bir xil qutubga eg'ib ketib qolamiz. Shu bu darsliklarning alohidaligi hamma iqimni tunishtirgandan keyin biz o'xshamagan iqimning birisi-birisiga qanday raddiya berganligini, birisi-birisiga qanday baho berganligini ko'ra olamiz. Shuning bilan bizning kallamizmi bir qadar haqiqiy ma'noda bir ilmiy akademik bir kallaga aylanadi. Ochiqroq desak. Shuning uchun men darsliklarni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, darsliklarni tavsiya qilish bilan birga agar ma'lum bir fanni o'rganmoqchi bo'lganlarni shu fan haqidagi bir shu fanning tarixi so'zlangan bir kitobni tavsiya qilaman. Masalan, psixologiya tarixidan qisqacha bayon deganga o'xshash. Masalan, falsafa tarixi, masalan, hadis o'qimoqchi bo'lsak, hadis tarixi, hatto tafsir tarixi degandek, o'sha tarixni o'qish shu fanni o'tmishini, yaqinqi vaqtini, bugunini butunlay birlashtirib tanishtirdi. Shuning bilan biz shu fan haqida, ya'ni bugungi kundagi qurilmasini qanday shakllanganligini boshdan oxiri ko'ra olamiz. Shuning bilan bizda bir nazariyaning, bir fanning qanday shakllanganligi haqida bir tushuncha paydo bo'ldi. Bu nihoyatda muhim. Bu xuddaligi biz bir daraxtni tushunmoqchi bo'lsak, odatda daraxtning zaminning ustidagi g'oli, shaqi, yo'pirmoqi, mevasi, guli, chechiki qatorliqlarni ko'rish orqali bu daraxt bunda daraxtkan deb hukm qilishimiz mumkin. Ammo bizning bu hukmimiz u daraxtning faqat yerimiga vakillik qildi. Chunki daraxtning yerimi yerning ostida. Ya'ni yiltizi bor. Xuddi shunga o'xshash bir fanning tarixi boshdan davomlashib kelgan bir jarayon. Hech bir zaman bir fan bir kechada maydonga kelgan emas. Masalan, biz bütün fanlarning tarixini o'qisak,
keyin maydonga kelgan nurg'un qarashlarning aslida mavjud qarashlarga jang e'lon qilgan, ularga raddiya yozgan, hatto ularni inkor qilish yo'li bilan andin barpo qilinganligini, qurilganligini ko'ra olamiz. Xo'sh, xo'sh. Biz shu jarayonni boshdan oxir ko'rgan vaqtimizda ve hiç olmasa ama ilmi cihetten ait kemter bulumuz dep o'ylayman. Ya'ni ilim sohasida men eng to'g'risini endi bilib oldim deyishni, nadonlikning rasmiy boshlanishi ekanligini o'sha fanlar tarixini o'qiganda his qila olamiz deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Chunki ayni vaqtda bir iqlim nazariyani og'dirib, o'zining sistemasini o'ttirib qo'ygan biraylar balkim shunday o'ylagan bo'lishi mumkin. Bu haqdaki en ağırlıklı isilgetini men qilib etdim deb. Ammo uzoq o'tmay ularning qarashiga bir jang e'lon qildigan narsalarning maydonga kelayotganligini ham tarixidan ko'ra olamiz. Xo'sh, xo'sh. Unda bo'lgandan keyin biz o'zimizning ko'z qarashlarına ait kamtarliklarni so'zlaydigan, ehtimollik va mumkinchiliklarni ko'proq ta'kidlaydigan bo'lamiz. Hozir biz qancha kesalasak, qancha voqea olasak aniqroq desak. Xuddi shu sohadagi eng to'g'ri narsani, eng jiq bilimni xuddi shu odam bilib olgandek o'ylab qolamiz. Bizning o'qirmanlarimizmi, ko'rurmanlarimizmi shunday o'ylab qolamiz. Amaliyotda bunday emas. To'g'ri. Biz mayli diniy ilmlarning tarixini qaraylik, mayli ijtimoiy fanlarning tarixini o'qib chiqaylik. Biz hamma nazariyaning, iqlimning aslida shu davrdagi hukmron yoki yiqiyotgan nazariyalarning ta'siriga tushganligini, buningdan uzuq olganligini, onundan uzuq elish bilan birga, bununla qarshi ma'lum itiroziy fikrlarda bo'lib, o'zining sistemasini shularning ustiga qurganligini ko'ra olamiz. Shuning bilan inkor qilsakmi, dalillik inkor qiladigan, qabul qilsakmi, dalillik qabul qiladigan bir ilmiy kallaga ega bo'la olamiz deb. Xo'sh, xo'sh. Ana oxirida kitob tanlashda o'sha nashriyat tanlashmi yaxshi bir usul. Masalan, ma'lum bir sohadagi asarlarni nashr qilish bilan dong chiqargan nashriyatlar bor. Masalan, men ijtimoiy ko'rsam, inglizcha yozilgan. Masalan, to'liqroq Oxford nashriyati, Harvard nashriyati, Cambridge, ya'ni taniqli universitetlarning nashriyati. Undan boshqa shu ilmiy asarlarni nashr qilish bilan tunilgan nashriyatlar bor. Masalan, Amerikadagi Prentice Hall deydigan, Wiley deydigan, undan boshqa nurg'un. Şu nüfuzluk neşriyatlarının çıkargan kitaplarımı asasen adamdan ümitsizlendirmeydi. Kitap tanlaştım, benim kullanılan bir usulüm. Kitapta munderecesini bir türlü okup çıkma kitap hangi olsam. Munderecini okup çıkkandan keyin kitap hakkında hem deslepki bir düşünceyi iyi bulup uyak bu yakını araklap. Anandan keyin hazır hem de tekima sen pulunu avaylaydıgan bu açığa. Şu kitapta avval torda izlep bakay. Torda bu kitap hakkında nemeler deyilipti. Yani maqtığıcılar qanchalik maqtabdi, tanqidlikchilar qanday tanqidlabdi. Maqtığıcılarning, ya'ni ijobiy baho berganlarning ichida shu sohaning nufuzli odamlari bormi yo'qmi? Mana shularga diqqat qilish lozim. Chunki ba'zi tanqidlarning oyati qattiq bo'lishi mumkin, ammo uni tushunmay qilingan tanqidlar bo'lishi mumkin. Shunlashqa tanqidlasimi kim tanqidlabdi, maqtasimi kim maqtabdi deganni surishtirish yaxshi usul. Chunki agar shu sohaning nufuz egalari bo'lsa, albatta ularning fikri alayda diqqatga sazovor. Kitap tanlash haqida menimcha, yana bir oxirida bu oliy maktabda o'qiydigan bolalarga mayli qaysi sohada kitob o'qimoqchi bo'lsa, chuqur o'zining yetakchi o'qituvchisining yoki muallimlarining tavsiyasini olishi. Mumkin qadar shu muallimni ayrim ko'rishi, shu muallimlardan shu sohadagi cho'qim o'qishga tegishli deb qaralgan nüfuzlu kitaplarni klassiklashgan ismi bo'lgan kitoblarning tizimlikini bilishi lozim. Chunki hozir deganimizdek ma'lum bir sohada sanoqsiz kitoblar yozilgan. Biz faqat naydi cheklik vaqtimiz imkoniyatimiz bo'lganligi uchun shuning ichidagi bir qanchisini aran o'qiy olishimiz mumkin. Yana vaqtimiz qimmat. Nima bo'lganda shu sohani tushungan kishilarning tavsiya qilgan kitobi cho'qim bizni umidsizlantirmaydi.
Bu mesela muqavva isil loyihalangan ismi ait jalbkor qo'yilgan kitoblarni biz qaloqqada azonkan deb ib tashlashimiz mumkin. Bu halqa bizni sal ümidsizlantirib qo'ydik. Shunga muallimlarning kitob tavsiyasi alaydim. Xo'sh. Birinchi savol qildim. Ko'p rahmat. Hamda shunchalar yuqorida so'zlab o'tilganga asosan hamda biz amaliy misollar bilan shu mayli qaysi sohada bo'lsin eng unumli shaklda o'qigan kitoblarimizdan foydalanishninki usullaridan bir qancha misol keltirib shuni misol keltirsak. Biz kitap o'qish haqida pek ince konkret tafsilotlarga kirib ketmasdan ba'zan muhim qancha prinsipni so'zlayman. Ba'zi o'zimning tajribasi, ba'zi o'qiganlar. Birisi hammamiz eng avval o'ylaydiganimiz qanday bir muhitda kitob o'qishni tanlaymiz. Mumkin qadar biz kitob o'qigan vaqtda bir kitob o'qishni bir shunga loyiq izzat nazokati bilan o'qisak, texmi yaxshi. Ya'ni kitob o'qiganda amal va tinch bir muhitni, ya'ni diqqatimizni tortadigan omillar mumkin qadar eng oz bo'lgan muhitda o'qisak yaxshi. Masalan men hozir o'zimni test qiladigan bo'lib qoldim amma. Mumkin qadar kitob o'qigan vaqtda telefonimizdan yiroq turish. Ular bugungi kunda. Masalan hozir men his etayapman mutlaq ko'pimiz 40 minut hech nimaga qaramay, telefonimizni varaqlamay bir kitob o'qiyamaydigan bo'lib qoldik. Bu halqa diqqatimizning to'la tarqalishi, chechilishi bizning halqa kitobga rasmiy o'zimizni unutib kirib ketishimizdan to'sab qo'ydi. Ya'ni halqa kitobdan bahr olmaymiz. Shunlashqa mumkin qadar yaxshi bir muhit tanlash albatta halqa eng avval o'ylashadigan ishlardir. Shuni bilan birga ba'zi kitobga o'zini birlaydiganlar avtobusda minib ketib berib, tramvayda o'tiribmi kitob o'qiy oladi. Albatta men shunday o'qishni men tavsiya qilaman. Chunki kitob bizning hayotimizning bir qismiga aylanib ketgan vaqtda, andan keyin biz haqiqiy bir o'qirmanga, bir kitob so'yar odamga aylangan bo'lamiz. Xo'sh. Masalan, mening tramvayda berish kelish jarayonida maktabga shu kitob o'qiydigan uskuna bilan o'qib tugatgan jiq kitoblarim bor. Albatta bu xil kitoblarning ko'pinchisi adabiy asarlar bo'lishi kerak. Adabiy asarlar bo'lsa kerak yaxshi. Ya'ni zihnimizni jiq olmaydi. Xo'sh. Diqqatimizni o'ziga jalb qila oladi. Masalan, ba'zi cho'nqur ilmiy asarlarni ko'chab tuzda o'qish, tramvayda o'qish asosan menchi bo'lganda asosan mumkin emas bir ish. İkincisi hem de benim ruhsum ben kitap sizimen. Bazı mühim kitaplarını mesela gerçekten PDF ücretleri boğan takdirde mi ben onu kağıtga çıkarıp okuşunu da güzel yaxşı görürüm. Yani kitabını sizime etrafına bir narsa yazımı. Yazımı degeni mi? Bunda iki xil narsani ko'proq yozaman. Birisi qo'shilmaydigan fikrimni bir jumla bilan ifodalab qo'yaman. Ikkinchisi agar menga pek arzib ketgan bo'lsa, ya undash belgisini 2-3 ni qo'yib qo'yaman. Ya'ni keyin lozim bo'lgan vaqtda ham men yoqtirgan jumla ekan deb ishlatishga foydali bo'lsin deb. Xo'sh. Albatta bu sohada o'qirmanlar o'zi erkin usul qo'llansa bo'laveradi. Men ba'zida asli kitob o'qish xotirasi yozishning nihoyatda muhimligini bilsammi? Men faqat az kitoblar haqida o'zimning kitob o'qish xotirasini yoza olaman. To'liq vaqtim yetmay qolib yoki yetarli ahamiyat berib bo'lmaydi. Ammo kitob o'qish xotirasi yozish haqiqatan ahamiyatli bir ish. Xo'sh. Endi kitob o'qish xotirasi qanday yozamiz deb kirib ketsak, tiyimiz chechilib ketadi. Ammo bir o'qirman kitob o'qish xotirasi yozishni bunga sal qaramaslik kerak. Yani hozirgi zamonda kitob o'qib esda saqlashning hem boshqalarga manfaat yetkazishning hem o'zimizga haqiqiy singdirishning yaxshi bir usuli. Bu Uyg'urlarda umumlashgan bir ish emas. Bu bir qancha o'ylandim hozir asosan yo'q. Maxsus o'qigan kitoblarning o'ziga arzigan qismlari haqidagi o'zining tushunchalarini yozib qo'ydigan maxsus blog shakllangan bo'lsa yaxshi bo'ladi.
Mesela Üstü Orbettin okuyan kitaplardaki kitap okuş hatırlarını şu blogda başkalarıyla ortaklaşsa birisi üzerinin devamlı kılık yazıkçılıkının yukarı götürülüşüne ait faydası var. İkincisi üzü bir okudu, kulasıladı, anandaki üzerine torba çıkargandan keyin bu kitap şu adamın hakiki bilimge aylanıdı, resmi özleşidir. Buna alaydı faydası var. Yani bir çalmada bir qancha paxtak soqalaydı. Agar blog qilmasa, hozirgidek mesela Facebook o'xshash sosyal medyalar orqali boshqalarga o'rtoqlashsa uni alaydı foydasi bor. Mesela boshqalar ostiga inkos yozgandan keyin shu inkosmi o'zining yozganlari haqida qayta o'ylanishiga, balkim ba'zi taraflarni tuzatishiga turtki bo'ldi. Endi mening qo'llanadigan bir usulim kitobni boshlashdan burun mundarijini to'liq bir o'qiyman. Mundarijini bir ikki qatim boshdan oxiri o'qib o'tib, kitob haqidagi umumiy ramkani kallamga sig'dirib olaman. Xo'sh. Yani bu kitap bunu temalarni so'zlaydi ekan degan narsa kitobni boshlashdan burunla kallamda bo'ldi. Undan keyin men odatda ishlatadigan bir men maqsadlik ishlatmasam tabiiylan ishlatadigan bir usul bor ekan. Buni boshqa kitob o'qish haqidagi maqolalarda uchratdim. Savol bilan kitob o'qish. Bu deganlik nima desa, biz ham hammamiz ma'lum bir kitobni qo'lga olgan vaqtimizda amaliyotda shu kitobdan o'zimiz yo'liqqan yoki kallamizda paydo bo'lgan ma'lum masala yoki savolning javobini izlaymiz. Yani haliqi masala haqida bu kitobda bir narsa chiqarmi yo deb o'ylaymiz. Agar kallamizda masala qancha jiq bo'lsa, savollarimiz qancha aniq bo'lsa, kitob o'qishimiz shunchalik ma'nilik, ahamiyatli, cho'nqur bo'ldi. Chunki biz aslida shu kitobga kirganda bu kitobdan nima izlaydiganligimizni bilamiz. Shuning bilan javobiga munosabatli uchurlar favqulodda diqqatimizni tortadi va esimizda qoldi. Bu xuddiki bir kitap o'qishni ba'zi chog'lar bozorga chiqish deb o'ylayman. Agar biz nima setib olishni planlamay bozorga chiqsak, bir kun o'ylasak bir narsa setib olmasligimiz mumkin. Agar biz bugun falon narsani setib olmay desak, bozorga chiqqandan keyin bizning diqqatimiz eng dastlabda setib olmoqchi bo'lgan narsalarga tushadi. Va shu do'konlarni avval izlaymiz. Menimcha bu o'qish orqali maqsadimni tushuntirib oldim deb o'ylayman. To'g'ri. Yana bir usul asli saqlashning usuli ham bu. O'qiganlarimizni yaqin do'stlarimiz bilan o'rtoqlashish, so'zlab berish boshqalarga. Bu shunga nihoyat yaxshi usullardir. Masalan, biz hammamizning o'zimizga tushgan atrofimizda bir do'stlar qatlamimiz bor. Pat-pat ko'rishib turgan yaqin yo'riqlarimiz bor. Ular bilan paranglashgan vaqtda o'zimiz o'qigan kitobdagi ma'lum bir mazmunni qisqacha so'zlab olsak, boshqalarga yetkazsak, o vaqtda o so'zlaganlarimiz texnik esimizda qoldi. Xo'sh. Andan keyin klassik asarlarni takrar o'qish lozim. Klassik asarlarning qimmati dal shuningda. Chunki u halqi vaqtning siniqidan o'tgan narsalarni so'zlaganlik uchun har qatim o'qigan vaqtda oldingi qatim esimizga kelmagan, oldingi qatim halqi diqqatimizni tortmagan yerlar ikkinchi qatim bizni qayta o'yga solishi mumkin. Xo'sh. Andan keyin de hozir qiladigan bir usul shu. Yaqin do'stlar internetda bir guruh qilish orqali bir kitob o'qish guruhi shakllantirib, birisi-birisining kitob o'qishini nazorat qilish shaklida davomlashtirishmi unumli bo'ldi. Buni qilish unchalar tez ish emas. Kitobni belgilab o'qib, undan o'zaro o'rtoqlashish birisi bir kitob o'qish odatini yetildirish uchun foydali. Masalan, biz eng dastlabda bir kitob o'qimaydigan bir odam agar bir do'stlar chemberiga kirib, birga kitob o'qishni boshlasa, boshqalarning nazorati unga turtki bo'ldi. Hech bo'lmasa, men buni ma'qul debdiman. Bu guruhga qatnashibdiman, va'da qilibdiman. Bu va'damda ching turmasam sat turadigan narsani o'zim o'ylayman dedi. Bo'lmasa, bir odamni hech kim nazorat qilmasa, bizning irodamiz, vijdonimiz bizni mangu har daqiqa, har yerda nazorat qilishga yetarli emas. Ba'zi vaqtda biz o'zimizning vijdoni bilan darhol savdo qilib o'tishimiz mumkin. Bo'ldilar deb. Xo'sh. Endi oxirida ta'kidlaydiganim Payg'ambar alayhisolamning bir muhim bir hadisi bor.
biz nayet jık tekrarlaydigan. Ama Müslümanlar, bulup belki Uygur Müslümanlar en sel qargan bir hadis oluşu mümkün de böyleyim. Yani emellerinin en evzeli az olsumu üzülüp kalmağının doğru da bir hadis. Hoş, hoş. Eğer biz bu hadisga amal qila olsak, hayatımızda nayet bizim hayatımızı tüttün özgürtüp etadigan nurg'un ijobiy odatlarga ega bo'la olamiz. Chunki odat degan nima? Odat uzoq muddat takrorlangan bir harakat. Bir odam hayotida. Unda da bir yaxshi ishdan birisi bizning hayotimizning bir qismiga aylanishi uchun u odatga aylanishi kerak. Buni odatga aylantirish uchun uni har kuni az bo'lsa davomlashtirish kerak. Agar biz bu kitob o'qishni har kuni 5 minutdan hatto eng qisqa bo'lganda hatto 10 minutdan yarım soatdan har kuni shunga vaqt chiqara olsak, kunda yarım soat vaqt chiqarib kitob o'qiy oladigan odam bir yilda az deganda 10 ga yaqin kitobni o'qib oladi. Agar bir odam bir yilda 10 ga yaqin kitobni astoydil o'qisa, u oldingi yildagi odamga qaraganda butunlay yangi bir odam bo'lib yetishib chiqadi. Ameliyatda bizning bütün kesilini faqat yarım soatlik vaqt. Şu oxirgi ta'kidlamoqchi bo'lganim shu payg'ambarimizning shu hadisi. Ya'ni kitob o'qishni izchil takrorlash orqali qisqa bo'lsa-mu hayatımızın ayrılmaz bir kısmına aylantırış ve biz taşlayıvetemeydigan, taşlayıversek ko'nglimiz yerim bulduğun bir adetga aylantırış. Bu haqda uchinchi tafsil. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Nayet güzel ma'lumotlarni berdiniz. Endi şu bugünkü günümüzde şu pen texnikinin taraqqiy qilishi bilan hamma odamning qo'lida telefon, tablet degandek narsalar bilan kitap aslida har birimiz necha programmalarimizni dedik, har bir Uyg'urning uyida mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, chuqur bir uyda ham farzandlarim yaxshi ulgu bo'lish uchun bir kichik bir kutubxona bo'lishi kerak deb. Jiq kitoblarni masalan ya balkim iqtisodiy jihatdan bo'lishi mumkin. To'g'ri bag'u deb masalan elektronlik nusxasi bor, shu yerni o'qib olsam bo'ldi degandek buni olmaydigan ishlar bor. Bu bir savolim, bu normal kitobning o'rnini bosa olamdi, elektronlik nimada o'qish, telefonda o'qish yoki kompyuterda degandek. Amaliyotda shunaqa qilganlarning ko'pinchisi amaliy bir kitob olmasa, jiq vaqtlarda unutib qoldi yoki boshqa ishlar bilan telefonni qo'lga olgandan keyin bir kitobni boshdan oxir o'qib bo'lishi notayin jiqlan ekanda. Ikkinchi bir masalamda o'qishga vaqti chiqmaydiganlar ovozli kitoblarni o'qisimi, uni kitob o'qishni o'rnini bosa olamdi. Bu shaxsiy fikringizni deb tugatgan bo'lsak. Mühim bir savol bo'ldi. Menimcha bu shu kitob o'qish odatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, biraylar kompyuterda yoki telefonda yoki kitob o'qish uskunasida o'qishga odatlangan bo'lsa, ve onun nep alagan bo'lsa, o vaqtda onun nisbatan shunday o'qish yaxshi. Uni chuqur qog'ozda o'qigan, anda o'qiganni yaxshi deb keskin deyishimiz noto'g'ri. Chunki bu bir tajribaviy tadqiqotlarni men uchratmadim. Ama men masalan ilmiy kitoblarni, cho'nqur kitoblarni qog'ozda o'qiyman. Ya'ni sizib, jijib o'qish uchun. Ama ba'zi adabiy asarlarni, romanlarni yoki telefonda yoki kitob o'qish uskunasida o'qiyman. Albatta ba'zi tushunishlik oson yozilgan kitoblarni kitob o'qish uskunasida o'qiyman. Ya'ni men ikki xil usuldan foydalanaman. Chunki kitob o'qish uskunalarining alohidaligi bizning parcha vaqtimizni ahamiyatga o'tkazishga yordam beradi. Biz yanchishimizni qayerga borsak elib olamiz. Masalan, oshxonaga borsak, tomoq chiqib bo'lgan vaqtda yoki avtobusda o'tirgan vaqtimizda yoki tramvayda nurg'un bekor vaqtimiz var. Yarım saat, 1 saat turib ketamiz. Shunday vaqtlarda to'xtamay telefonni varaqlashning o'rnida kitob o'qisak, faqat tramvay, avtobusda mesela İstanbul'dek sharoitda bir odam balki oyda en az en az 2 kitob o'qib olishi. Anadan keyin kitob o'qishga kelsak, men buni tavsiya qilaman. Men hozir qadar nurg'un kitoblarni anglab tugatdim. Bu meliqi vaqt tejashning yaxshi usuli. Chunki nurg'un asarlarni biz anglash, birisi til o'rganishimizga loyiq foydali. İkincisi biz anglash orqali nurg'un ma'lumot esimizda qoldi. Hech bo'lmasa to'liq esimizda qolmasa-mu,
Palani bir kitapta muşuna münasebet mühim bir gap uçatkantıp deb, herhalde şu kitap neler varaqlap tapalaymiz. Bugünkü günde hamma narsani bilish bir mümkün emas bir holatga keldi. Burunmu mümkün emas endi inson olmaydi. Ama hozir eng yaxshi bir sharoit nima desa, biz o'zimizning tiyimizi masalamizga qarata qaysi uchur ma'lumotni qaysi ishonch manbadan qanday usuldan eng tez va unumli ola olamiz deganni bilasak, her vaqt o'zimizni ilmiy dunyoda yuksak o'rinda tutib tura olamiz. Ya'ni menga nima lozim, u qayerda qanday olaman deganni bilish hozir eng muhim bir safoning birisi. Mesela xuddi bayan ishga o'xshash nurg'un, masalan YouTube'da sanoqsiz leksiya bor. Buni qaysini anglaysiz? Vaqtingiz cheklik. Davomdan keyin siz cho'qim haqiqatan naf beradigan bir narsani tepib anglay olishingiz kerak. Yani bu muhim bir iqtidor. Şunga kitap anglash, uskunlar haqida o'qish nisbatan men shu so'z bilan ko'paydim. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Aytdi güzel ma'lumot bo'ldi. Bugun programmamizni inshaalloh tugatsak vaqtimiz bo'lib turibdi. Rahmat sizga inshaalloh. Shikaftadan keyin yana ko'rishamiz. İnşallah. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib realligimizning nazar programmamizning 11-soniya mushada oxirlashgan bo'ldi. Anglab o'tdik, qadrli ko'ruvchilarimiz. Mushundaq bir ma'lumotlar bombardimonning ichida yashayapmiz. Davomli holatda bugun bir narsani bilgan bo'lsak, muabbaymi Abdurim davlatmi dedi. Masalan, bugun biz to'g'ri deb bilgan nurg'un ma'lumotlar yana bir yilga qaragan, bir yil o'tgandan keyin u askirab uning ustiga yangi ma'lumotlar chiqib, yangi kashfiyotlar, yangi fikrlar o'tirib qo'yilishi mumkin. Davomli holatda o'zimizning har qanday bir sohadagi kishi cho'qim o'zining ma'lumotlarini yangilab turishi, shu chiqayotgan, so'zlanayotgan shu sohadagi ma'lumotlarni, materiallarni ko'rib o'zining bilimini yangilab turishi, xuddi bir pichoqni bilab tikiltib turgandek, bu şekilde biz o'zimizni mukammallashtirishga harakat qilmaydi ekanmiz. Har qancha bugun bir ko'ngil, hatto doktorlik o'qib bo'lgan bir insonmi agar 5-10 yil o'zining sohasidan yoki bilasini yiroqlashib ketib qolsa, uning ma'lumoti, bilimi ko'nirib qolgan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun inson o'zini davomli holatda taraqqiy qildirishga, davomli holatda izlanishga muhtoj. Shundaqla biz uning ustiga Iqro ummati o'qu degan oyat bilan sharaflangan birinchi qitim bu oyat bilan bizning payg'ambarimiz buyurilgan shundaq bir payg'ambarning ummati bo'lish sifatimiz bilan biz dunyodagi boshqa insonlardan ko'proq o'qishimiz kerak. Afsuski bugungi dunyoda nurg'unlagan sabablar tufayli mushu buyruqlar, mushu ta'limotlarni tashlab qo'yganligimiz, buningga sal qarag'anligimiz sababli mayli musulmon, islom olimi bo'lsin, mayli bizlar bo'laylik, keyinda qolganligimiz nurg'un sohada ma'lum hamda. Shuning uchun o'zimizni har jihatdan taraqqiy qildirishga ehtiyojligimiz, o'qishga ehtiyojligimiz va undan yaxshi foydalanishga texnik ehtiyojligimiz. Rabbim inshaalloh bu darslardan manfaatlantirgan nasib qilsin. Inshaalloh oldimizdagi sonda boshqa bir temada yuz ko'rishgacha omon bo'linglar. Shunaqla oldimizda albatta yana bir son kelib bo'lguncha biz muborak Ramazon oyining ichiga kirib bo'lgan bo'lamiz. Bu oldimizgi sonda sizlar bilan ko'rishgan vaqtimiz. Bu oldimizda kelayotgan bu muborak Ramazon oyidagi ro'zanglarni, ibodatlarni Rabbim qabul qilsin. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.